Agar siz tuqqan bo'lsangiz, bu 3 ta narsani aniq bilishingiz kerak. Uchinchisi eng muhimi. Birinchisi, mana shu tug'ruq jarayonida siz hamma vitamin minerallaringizni ketkazasiz. 9 oy 2 qatlik davringizda ham o'shani birinchi navbatda to'ldirishingiz kerak, organizm defitsitlardan chiqarishingiz kerak, ichingiz qotmasligini ta'minlab berishingiz kerak. Chunki ich qotganda, kuchanganda qin mushaklari o'zi slabый bo'lib turgan bo'ladi, orqa ichiga tushishi kuzatiladi. Ko'pchilik ayollarda gemoroy ham kuzatiladi. Buni oldini olish uchun har doim rejimda ovqatlanish kerak, ich kelishini nazorat qilish kerak. Ikkinchisi bo'lsa, bu uyqu rejimini to'g'irlash kerak. Har kunlik kunduzi ketkazayotgan energiyamizni kechqurun uxlab joyiga solishimiz kerak. Ya'ni energiyamizni to'ldirib olishimiz kerak. O'shanda bizada kamqonliklar, holsizliklar, jizzakliklar kuzatilmaydi. Depressiyadan tezroq chiqib ketamiz, postradioviy depressiyadan. Va uchinchisi bo'lsa, eng muhimi bu siz intim gimnastika bilan shug'ullanishingiz kerak. Bu intim gimnastika sizni postradioviy depressiyadan tezroq chiqib ketishingizga yordam beradi, hayz siklingiz to'g'ri kelishiga yordam beradi. Yana er-xotin munosabatlaringizda, qiningizda bo'shashishlar bo'lsa, tushishlar bo'lsa, kengayishlar bo'lsa, tez yordam berib tiklanib olishingizga katta yordamchi bo'ladi. Eng muhimi, ham sog'lom bo'lasiz, ham o'zingizga ishonchingiz ortadi, farzandingizni ham yaxshi kayfiyatda katta qilasiz va er-xotin munosabatlaringiz ham zo'r bo'ladi. Bu videoni bo'lsa, yaqinda tuqqan tanishingizga yuborib qo'ying.